Diqqat qiling, hurmatli pensionerlar. Yanvar oyi ham boshlandi, yangi yil ham o'tdi. 2026-yil kirib keldi. Pensionerlar uchun yangi yil tuhfasi taqdim etilishi rejalashtirilmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, pensiya miqdori oshiriladi va yanvar oyidan boshlab yangi summada to'lanishi kutilmoqda. Bu qaror uzoq yil mehnat qilgan pensionerlar, doimiy daromadi pensiya bo'lgan fuqarolar va o'z pensiyasidagi har qanday o'zgarishlarni kutayotganlar uchun juda muhim. Qanchaga oshadi, qachondan boshlab amal qiladi? Hamma pensionerlarga bir xil bo'ladimi? Videorolikni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim ma'lumotlar aynan videorolikning oxirida bo'ladi. Agar bu yangilik siz uchun muhim bo'lsa, videorolik ostiga like tugmachasini ham bosib qo'ying. Pensionerlar ushbu videorolikni ko'rsin. Obuna bo'ling. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng so'nggi va rasmiy ma'lumotlarni bizning kanaldan albatta o'tkazib yubormasdan ko'rib boring. Diqqat qiling, yanvar oyining pensiyalari qachondan to'lanadi? Hurmatli pensionerlar, bugungi kunda pensiya mablag'lari har oyning 5-sanasiga qadar pensionerlarning bank plastik kartalariga yuklab berilgan bo'lsa, naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa 5-sanadan 27-sanagacha pensionerlarga yetkazib berilmoqda. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvar kunlarida yangi yil bayrami munosabati bilan yurtimizda barcha fuqarolar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Tabiiyki, hozirda pensionerlarda yanvar oyi pensiyasi qachon beriladi kabi savollar tug'ilmoqda. Mazkur masala yuzasidan pensiya jamg'armasi quyidagilarni ma'lum qildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag'lar har pul oyning tasdiqlangan grafiklar asosida O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan ko'zda tutiladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlanadi va plastik karta orqali oluvchi pensionerlarga to'lovlar 5-yanvardan boshlab yuklanishini ma'lum qilamiz. Shu munosabat bilan 2026-yil 5-yanvar kunidan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya to'lovlari uchun mablag'lar pensiyani yetkazib beruvchi tashkilotlarga moliyalashtirib berilishi boshlanadi. Bunda yanvar oyi pensiyasi to'lovlari 2026-yil 5-yanvar kuni bank plastik kartalariga yuklab berilishi hamda 27-yanvar sanalariga qadar naqd shaklda oluvchi pensionerlar uchun Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan kunlik grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarga yashash manziliga yetkazib beriladi. Fuqarolar pensiyalar bo'yicha savollar yuzaga keladigan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasining 1271 ishonch telefoniga murojaat qilishlaringiz mumkin, deyiladi xabarda.